Do'stlar, mana bugun issiqxonamizdamiz. Tajriba qilingan teplisadamiz. Mana bu tomondagi palak yangi chiqqan Gana degan mahsulot, urug' o'simlik bodringimiz. Mana Gananing palagini ham ko'ryapsizlar. Top-toza mana tagigacha top-toza mana. Ko'ryapsizlar? Tagigacha top-toza. Bodringlari ham yaxshi mana. Endi qaranglar mana. Endi bu yonimizda, bu arig'imizda zara. Mana zarani ham hosildorligi zo'r, lekin palagini ko'ryapsiz mana. Qizil tushyapti mana, qizil. Bu palakda qizil, bu yonda palak ko'k. Mana ko'ryapsizlar? Ajoyib mana. Bu palagimiz uji qaytib tushgan mana. Tepadan mana ko'rsatishim mumkin. Mana pastga qaytib tushyapti simdan. Bu palagimiz hali simga yetib borgani yo'q. Ikkovi ham teppa-teng urug'. Qaranglar, ajoyib. Mana qizil tushyapti. Bunda qizil yo'q. Mana yashil. Mana yaqqol ko'rinib turibdi, bo'yi ham past. Qizil tushyapti. Lekin hosildorligi zaranikiga o'xshagan, bu ham yaxshi mana. Zaranidan qolishmaydi. O'zi berib turib aytdi, zara bilan tenglashiladi deb mana. Tenglashiladi deb bergan bu urug'ni. Haqiqatan ham qoyil qoldim urug'chiga. Teppa-teng tenglashila oladi zaraga. Zaradan ham kuchli narsa ekan mana. Ko'rsizlar mana. Uncha ko'rinyaptimi mana? Palaklar ko'ryapsizlar, tepadan tushgan. Bu tepaga chiqib borgan yo'q, lekin ikkovi ham bitta tashalgan. Yerga bitta ekilgan. Qizarib bor. Ular ham past. Sog' bo'lasizlar. Lekin yaxshi. Sog' bo'linglar.